Aaron Ramsey la'nati tasodifmi yoki sirli hodisa? 2011-yil 1-may London Emirates Stadium. Arsenal futbolchisi Aaron Ramsey to'pni qabul qiladi, zarba beradi va Manchester United darvozasiga gol uradi. Stadion portlaydi. Arsenal muxlislari xursand. Ammo bir necha soat o'tib, dunyo bo'ylab yana bir yangilik tarqaladi. Dunyodagi eng mashhur terrorchilardan biri Osama bin Laden o'ldirilgani e'lon qilinadi. Internetda odamlar birdan bir narsani payqashadi. Aaron Ramsey gol urgan kuni yana bir mashhur insonning o'limi haqida xabar chiqdi. Bu tasodifmi? Yoki Ramsey bilan bog'liq sirli bir la'nat bormi? Bugun sizlarga futbol tarixidagi eng g'alati internet afsonalaridan biri Aaron Ramsey la'nati haqida aytib beraman. Ramsey o'zi kim? Aaron Ramsey uelslik professional futbolchi. U 1990-yil 26-dekabrda Uelsning Cardiff shahrida tug'ilgan. Ramsey yoshligidan juda iqtidorli futbolchi bo'lgan. U futbol faoliyatini Cardiff City akademiyasida boshlagan. Atiga 16 yoshda u klubning asosiy jamoasida debyut qiladi. Bu juda kam uchraydigan hodisa. Ramsey tez orada Angliyaning top klublar e'tiborini tortadi. 2008-yilda esa Arsenal bilan shartnoma imzoladi. O'sha paytda Arsenal bosh murabbiyi Arsene Wenger bo'lgan. Wenger Ramsey haqida shunday fikrlar bildirgan. Bu bola kelajakda juda katta futbolchi bo'ladi deb unga katta ishonch bildirgan. Va haqiqatan ham Ramsey Arsenal safida 3 marta FA Cup yutadi. Yuzlab o'yinlarda maydonga tushadi va ko'plab muhim gollarni uradi. Ammo uni mashhur qilgan narsa faqatgina futbol emas edi. Ramsey la'nati o'zi qanday boshlangan? Internetda bu g'alati nazariya 2011-yilda paydo bo'lgan. Muxlislar shuni payqashgan. Ramsey gol urgandan keyin ko'pincha bir mashhur inson vafot etgan. Birinchi katta e'tibor tortgan voqea Osama bin Laden o'limi. Ramsey gol uradi va oradan ko'p o'tmay dunyo yangiliklarida Osama bin Laden o'ldirildi. Shundan keyin internetda hazil sifatida Ramsey gol ursa kimdir o'ladi degan memlar tarqala boshladi. Ammo keyin voqealar bu hazilni yanada kuchaytirib yubordi. Eng mashhur tasodiflardan biri Steve Jobs 2011-yil 2-oktyabr. Ramsey Tottenhamga qarshi o'yinda gol uradi va oradan 3 kun o'tib dunyo texnologiya tarixidagi eng mashhur insonlardan biri Steve Jobs vafot etadi. Bu kattagina tasodif. Va yana bir holat. Muammar Gaddafi 2011-yil yana Ramsey gol uradi. Oradan ko'p o'tmay Liviya rahbari Muammar Gaddafi o'ldiriladi. Internetda odamlar yana yozishni boshlashadi. Ramsey yana gol urdimi? Va keyingisi 2012-yil Ramsey yana gol uradi. Ertasi kuni mashhur qo'shiqchi Whitney Houston vafot etadi. Bu voqeadan keyin Ramsey la'nati butun internetda memga bo'lib ketadi va memlar orasida yomg'irda qolib ketadi Aaron Ramsey. Va 2013-yildagisini aytaman. Ramsey gol urgan kunning o'zida Paul Walker avtohalokatda vafot etadi. Bu voqea nazariyani yanada mashhur qiladi va ommaga tanitadi. Va keyingisi 2014-yil Ramsey yana gol uradi. Bir necha kun o'tib mashhur aktyor Robin Williams vafot etadi. Va shundan keyin internetda memlar paydo bo'ladi. Ramsey gol urishni boshlagandan so'ng mashhurlar ehtiyot bo'lishi kerak. Albatta bu hazil edi, lekin tasodif. Iltimos, gol urma. Bu futbol tarixidagi eng mashhur memlardan biriga aylandi. Lekin aslida bu hodisa faqatgina tasodif. Haqiqat emas. Bu oddiy tasodif. Statistika bo'yicha har kuni dunyo bo'yicha ko'plab mashhur insonlar vafot etadi. Ramsey esa professional futbolchi sifatida ko'p gol urgan. Shuning uchun ba'zi gollar mashhurlarning o'limi bilan tasodifan bir vaqtga to'g'ri keldi. Ya'ni bu oddiy tasodif. Ammo internet bunday g'alati tasodiflarni juda yaxshi ko'radi va mem qilib ustidan kulishni ham juda yaxshi ko'radi. Ramseyning o'ziga shu savol berilgan. Siz gol urganda rostdan ham mashhurlar o'ladimi? Va Ramseyning bunga javobi: Men eshitgan eng kulgili gap. Men gol ursam odamlar o'ladi degan mish-mish.
Ramzi bu gapni internet hazili deb hisoblaydi va haqiqatdan ham u shunchaki tasodif bo'lishi mumkin. Yakuniy xulosaga kelsak, Aaron Ramzi shunchaki iste'dodli futbolchi, ammo futbol tarixida u yana bir narsa bilan esda qoladi. Bu futboldagi eng g'alati internet memlaridan biri, ya'ni Ramzi la'nati. Tasodifmi yoki internet yaratgan eng mashhur memlardan birimi? Buni o'zingiz hal qilasiz. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like, komment va obuna bo'lishni unutmang. Kamon Gunas keyingi videogacha xayr.